Spesifikatsiyalarni nimaga, qanaqa qilib ajratish menimcha ancha tushunib oldinglar va proyekt ichida yana qanaqadir ma'lumotni alohida spesifikatsiya bo'yicha ajratib olish kerak bo'lsa, o'sha filtr, kommentariy tipa размеру yoki model yoki boshqa parametr orqali ajratsanglar bo'ladi. Bizada mana bu devorimizda bitta elementimiz bor edi. Biz yasagan latunniy vstavkalar mana shuni spesifikatsiyasini ham yasab olamiz. Yangi list ochamiz. Bu uchun aaa, новый list, albom 10.tur spesifikatsiya deb yozib qo'yaman botga. Botga MDF devordagi oyna va ushbu latunniy vstavkalarning spesifikatsiyalarini qo'yaman. Sizlarga latunniy spesifikatsiyasini o'zini ko'rsataman. Latun bizada обобщенный modeldan qilingan bo'lishi kerak. Mana va настройкasiga kirib o'qiymiz. Qanaqadir ma'lumot berilgan yo'q, bo'm-bo'sh turibdi. Demak, filtrni hozir настраивать qilamiz. Hop, latunni spesifikatsiyasi uchun biza moldingini ishlatsak bo'ladi. Tayyor настройка qilingan. Kopiya olamiz molding spesifikatsiyasidan. Kopировать. Изменить kiramiz va filtrni сброс qilamiz. Net qilamiz filtrga hamma narsani ko'rsatish uchun va moldingdan tashqari bo'lgan elementlarni ko'rsatish uchun комментарий к типа размеру не равно molding deymiz. Va sortirovka группированияда для каждого ekzemplarini yoqamiz. Xo'sh, mana bizada обобщенный modeli ochildi. Bu yoqda demak ugullarimizni alohida ko'rsatyapti. Razvertka darslarida загрузка qilgan oynalarimizni va ikkita tipdagi mana latunniy vstavkalarimiz bizga aynan mana shular qolishi kerak. Demak, latunniy vstavkamizni настройкasiga, kommentariy tipa размерga latunniy profili deb qo'yamiz. Okey. Spesifikatsiyaga o'tamiz. Изменить filtr, kommentariy tipa размеру равно latunniy profili deymiz. Bunda menda latunniy profillarni o'zi qolishi kerak. Так, buni ham yopamiz. Kommentariy tipa размеру latunniy profili. Bunda ham shunaqa va kichkinasida ham latunniy profili. O'zi ikkita tip ishlatilgan adashmasam. Так, изменить kiramiz, kommentariy tipa размерuni yoqib olamiz. Ko'rib turish uchun har qayerda ishlayaptimi yoki yo'qmi? Mana hammasi latunniy profil turibdi, uzunligi bor va marka. Endi изменить kirib, sortirovka tip bo'yicha sortirovkani yoqamiz, ekzemplar o'chiramiz. Mana ikkita tip bo'ldi. Va bularni endi eni bo'yini ko'rib olishimiz kerak. Tak, bu 25 ga 15 yosh ekan, qalinrog'ini PR2 deb qo'yamiz, ya'ni profil 2. Mana bu yerda PR2 bo'lib qoldi sразу va ingichkasini PR1 deb qo'yamiz. Описаниесini ham sразу yozorsak bo'lar ekan. 10 ga tak 15 yoshga 10. Mana описание ham tushdi va bunikini ham 15 yoshga 20 ekan. Описание bor, umumiy uzunligi bor va kommentariy tipa размерuni endi bu yerda o'chirib, изменить, formatирование, kommentariyni berib ketamiz va nomini spesifikatsiya latunniy profili deb qo'yamiz. Сохранить. Eng spesifikatsiyamizga spesifikatsiya zerkal deb qo'yamiz. Latunning o'zidan kopiya olib turib spesifikatsiya zerkal deymiz. Filtr o'chiramiz.
Bizda bu yerda chislo kerak. Chisloni yoqamiz. Длиннani o'chiramiz. Xo'sh. Va bizda mana zerkalolar bor. Bularni kommentariyga tipi razmerusiga zerkalani yozib ajratib olamiz. Zerkalo уже yozilgan ekan. Zo'r. Filtr. Tak, kommentariyga tipi razmeru равно zerkalo deymiz. Oynalar ajraldi. Bularga tak ZR1 ZR2 3 va 4. Hammasini bittadan kommentariyga tipi razmerini berkitamiz. Chisloga ham itog'ini chiqarib qo'yamiz. Вычислить итоги. Okey, 4 ta bo'ldi. Bunga endi izobrazение qo'shsa bo'ladi, lekin ranglar bularning rasmi har xil bo'lgani uchun изображение rasmlarni ham загрузка qilib qo'yamiz. Зеркало в гардеробный ekan birinchisi. Добавить. Так, изображение зеркала oynasiga kiramiz. Зеркало в гардероб. Открыть. Зеркало в прихожей ZR2 ekan. Зеркало в прихожей. Okey. Uchinchisi master sanuzildagi. Va oxirgisi sanuzildagi. Гостевой. Ko'rinishi mana bunaqa. Buni kattaroq yuborsak ham menimcha bo'ladi. Bundoq qilib turib, tak latunni bu yoqqa olib turamiz. Tak, chislo ko'p joy kerak emas, описание ko'p joy kerak emas va markaga ham ko'p joy kerak emas. 2 bo'lamiz. Spesifikatsiyani 2 ham kamlik qildi, 3 ga bo'lamiz. Va mana buni bu yoqqa tushirib qo'ysak bo'ladi, pastrog'iga. Сохранить.